narsa Kalavada programmasi. Mana Kazakova, mana shuni Zuhra Kazakova 10 yillik klinikasidan keyin mana shu narsani iste'mol qilgandan keyin beremenni bo'lgan. Narsa? Ko'pchilik so'raydi, qo'rqmang, xo'jayindan bo'lgan mahsulotlar emas. Endi qaranglar azizlar, bu 14 metrlik ichakni 12 metr ichakni chotki tozalaydigan narsa. 12 metr ichakdan 2 metr ichakdan musor tozaladingiz, klizma qilib, qolgan 10 metr ichakda musorlar turibdi, assalomu alaykum deb kasallik chaqirib. Kecha quriblar turibdi. Bu narsa ichakda kak poложено qirib tozalaydigan narsa. Buni ichgandan keyin biologik возрастingiz 15-20 yoshga yosharadi. Bemalol endi bizning xalqimizga kulgili hisoblanadi bu narsada. Например, Kalavada qilgandan keyin beremenli bo'lib tursa kulgili hisoblanadi. Yo'q, azizlar, biologik возрастingiz yoshargandan keyin albatta sizda sikl ham to'g'ri bo'ladi, davlengiz yo'qoladi, sahar normallashadi.